Bir kuni istoriya qo'ydimda, o'g'limni stomatologiyada indamay jim yotib tishini davolatayotganini qo'ygan edim, 6 yoshli o'g'limni. Va yozgan edim istoriyada. Doktorlarda jim yotadi, ukollarda ham, kapnitsalarda ham, stomatologiyada ham hammasida jim yotadi, burun yuvishlarida ham hatto umuman yig'lamaydi. Buni sirini o'rgatingmi qizlar deb aytganimda, yozganimda ko'p qizlar da o'rgating deyishgan ekan. Endi men qo'llagan bu usul to'g'rimi, noto'g'rimi men buni bilmadim, lekin ikkita bolamda ham men bu usulni qo'llaganman va foydasi bo'lgan, effektiv bo'lgan bu narsani. Ya'ni men nimadan boshlaganman? Bolalarim kichkinaligida yiqilsa, mana bolalar zo'rg'a yurish boshlaganda yoki bola umuman o'z aslida yiqiladi-ku, o'shanda hech ham borib turg'izib qo'ymas edim. Juda ham kichkinaligida qiynalganda turg'izasiz-ku, yiqilib tushganda voy deb vohma qilib, hattoki oyoqlari qonab ketsa ham vohma qilib, voy deb u qo'rqib turgan bolani yana ham battar qo'rqinchli qilib, xullas qizlar, yiqilish bu narsa juda ham qo'rqinchli emasligini bolaga psixologически o'zingizdan namuna qilib ko'rsatishingiz kerak-da. Bir xilga onalar bolasi yiqilib tushsa orqasidan yuguradi, voy bolam deb turg'izib, qo'rqib, hech qachongi hech narsa qilmadimi, vohma, haligi bola yig'laymi, yig'lamaymi deb turgan bola ham yig'lab oladi-da. Yiqilish, qoqilib tushish bu narsa oddiy holat, bu hammada bo'ladi. Mana shunaqa narsadan boshlash kerak kichkinaligidanoq. Haligi aytganimdek, bolalarim yiqilib tushsa, hech qachon orqasidan yugurib olib vohma qilib men turg'izmasdim. Hech narsa qilmaydi derdim. Yiqilib tushsa, hech narsa qilmaydi, tur o'rningdan. Qoqib tasha hamma joyingni derdim. Tasha qon, oyoq qon desa ham, endi qorab sharillab ketsa, конечно, bunaqa qilasiz, birinchi yordam ko'rsatib tezroq qilish kerak. Ozgina tilinib, ozgina qon chiqsa, u darajada vohma emasligini men psixologически o'zimdan ko'rsatib, o'zimdan namuna qilib, bolalarga shu narsani ko'rsatganman va o'shandan yiqilib tushsa, hayratlanishmaydi. O'g'lim juda ham yomon yiqilib tushsa, ay deb oyog'ini silab qo'yadi-da, yana turib hamma joyini qoqib ketaveradi. Bir xilga bolachalarni ko'rganman, ozgina yiqilib tushsa, bolamdaka yiqilib tushsa, toki onasi kelib turg'izmaguncha arillab, yig'lab, ozgina qonni ko'rsa, qon deb qaltirab, rosa ko'p bolachalarni ko'raman, kuzataman-da. Onalarini ham kuzataman. Birinchi onalarini kuzataman. Bolari yiqilib tushadi bolasi. Prosta tak shunchaki hamma bolalarga o'xshab qoqilib katta bo'lganmiz biz ham. Qoqilib tushgan bolasidan ketidan orqasidan yugurib, voy bolam deb vohma qilib, haligi bolani ham aytmoqman, yig'lamayotgan bolani ham yig'latib borib, haligi yiqilib tushish vohmaliligini ona o'zidan namuna qilib ko'rsatib qo'yadi-da. Keyin bola o'shandan o'sha yiqilish bu vohmali, yiqilsa demak yig'lar ekan, yiqilsa demak bu vohmali narsa ekan deb bola anaqasiga, miyasiga shu narsani singdiradi. Alloh insonni psixologiyasini shunaqangi bir mukammal, shunaqangi nozik, shunaqangi bir neobычный qilib yaratgan. Inson psixologiyasi juda ham nozik bo'ladi. Inson psixologiyasi bilan uni bemalol boshqara olasiz. Ya'ni qanaqa, masalan, nima desam bo'ladi, qattiq tushkunlikdagi insonni ruhini ko'tara olasiz, xursand qila olasiz, ruhiyatiga ta'sir qilgan holatda, yoki bo'lmasa xursand odamni juda ham yomon xafa qila olasiz. Kerak bo'lsa, doimiy ruhiyatiga ta'sir qiladigan stressli holatlardan inson hattoki kasal bo'ladi. Bilasiz, ruhga bog'liq, miyaga, stressga bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun insonni ruhiyati nozik bo'lgani uchun shu ruhiyati bo'yicha bola bilan ko'proq ishlash kerak. Masalan, men doktorga kirayotganda tushuntiraman, masalan, tish olish kerak bo'lsa, bir xilga onalar aytadi, "Oyi nima qiladi hozir? Hech narsa qilmaydi, to kirguncha hech narsa qilmaydi" deyveradi-da, olib kirib keyin uni xuddi doktor yoniga kelayotganda, xuddi unga bir narsa qiladigandek doktorga yaqinlashgan sari qo'rqib ketadi. Kirishdan oldin to'g'risini aytish kerak bolaga. Ya'niki psixologik bu narsa norma holatida, bu normal, sen uchun yaxshilik sifatida doktor seni davolaydi degan maqsadda masalan kirganimda men aytaman. Masalan, qizim bilan tish doktoriga bordik, tishini olish kerak. Aytibdi, "Oyi nima qiladi hozir tishini? Tishini oladi" deyapman. "Nima tishimni oladimi?" deyapti. "Hech narsa qilmaydi, ukol qiladi. Ukolini ninasi kichkinagina. Oriydimi?" deydi. "Da, oriydi, lekin unaqa emas." "Orimaydi emas, da, oriydi. Ninasi kichkina, ozgina og'rig'iga chidab bersang, ozginagina sabr qilib bersang, bo'ldi, o'tib ketadi." Qotirib qo'yadi. Bo'ldi, shu bilan sug'uradi. Sug'urib olganini sezmaysan umuman. Bu narsa normal. Agar bu tishingni hozir olmasa, keyin yiringlab, o'sha ukolni oladigan darajada og'ir holatga kelib qolasan, bolnitsada keyin undan battar ukollar, undan battar og'ir holatlar bo'ladi. O'shaning uchun ozginagina og'rig'iga sabr qilib bersang, bo'ldi, qutulasan. To'g'risini aytish kerak va sababini aytish kerak, nimaga bu yoqqa kelganini va orimaydi, anu-manu emas, oriydi-da, ozgina. Oriydi-da, mana bunaqa psixologически bolaga, miyasiga bu narsani to'g'ri qabul qildirish kerak. O'shanda bolada vohma shakllanmaydi. Gap kelganda endi boshqa temalarga ham ozgina o'tib ketamiz. Masalan, onalar ko'pincha farzand savol beradi. "Onajon, mana bu narsa nimaga mumkin emas deysizlar?" Nimaga deydi bola. O'shanda o'zi deyish kerak emas, sababini aytish kerak. Masalan, "O'g'lim, mana bu narsaga tegma." Bo'ldi. Nimaga deydi bola? "Tegma, bo'ldi" deyshadi. Yo'q. Tegma degandan keyin orqasidan ketidan обязательно aytish kerak. Nimaga tegish mumkin emas? Bola bu narsani bilish kerak. Bola bilmasa yana teginadi. Keyin ko'p onalar kichkinaligidan nima desam bo'ladi, nonni, "Nana, ashiysanmi? Papa, anu" bir narsalar deyishadi, chaqaloq tilida gapirishadi. Yo'q, u bolani chaqaloq tilida emas, kattalarga qanaqa gapirasiz? O'zi to'g'ri so'z nima? Non yeysanmi? Nana emas, non yeysanmi? Ovqat yeysanmi? Suv ichasanmi? Chuv ichasanmi? Unaqa deyish kerak emas-da. To'g'ri so'zlashni o'rgatish kerak bolaga. Bolaga как u ham bir uyi egasi, u oilandagi bir kerakli shaxs sifatida u o'zini qabul qila olish kerak-da. Uning uchun so'zlarini ham katta odamga gapirganda gapirishingiz kerak. Har bitta mumkin emas bo'lgan narsani nimaga mumkin emasligini tushuntirishingiz kerak va uni ham bola bo'lsa ham gapini eshitishingiz kerak, обязательно va
shunaqa qilib katta hayotga sekin tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Va keyin yana bitta narsa, dunyodagi bezoriliklar, men o'zim fikrim bo'yicha, вообще-то ham shunaqa, dunyodagi bezoriliklar, qotilliklar, hattoki hamma bo'layotgan ishlar, bu narsa bolani to'g'ridan to'g'ri tarbiyasiga juda ham katta bog'liq bo'ladi va bu tarbiyani asosan onalar beradi. 90% farzandga tarbiyani onalar beradi. Ko'p onalar xafa bo'lib beradida, mani bolam baqiradi menga, mani bolam jirkib gapiradi. O'sha narsaga yo'l qo'yib bergan. Vaqtida kichkinaligida jirkiganda hazil sifatida kulib o'tiravergan. Unaqa qilish kerak emas. Jirkiganda, boshqaganda urishmasdan, o'g'lim ota-onaga unaqa gapirish mumkin emas. Nimaga? Avvalambor Alloh tanitish kerak. Men farzandlarimga shunaqa mumkin emas, Alloh jazolaydi. Mumkin emas, Allohga bu narsa yoqmaydi. Mumkin emas, gunoh bo'ladi. Mana shu narsa bilan men tushuntiraman. Endi kim qanaqa o'zini uslubi bilan, men o'zim uslubim bilan shu mavzuda tushuntiraman. Mumkin emas degan narsani nimagaligini. Yana o'sha joyga qaytamiz. Dunyodagi o'sha qotilliklar, boshqalar hammasi bezoriliklar aynan bolani tarbiyasiga bog'liq. Tarbiyani esa onalar beradi. Hurmatli onalar, bolalarni farzandlarning tarbiyasiga juda qattiq e'tibor berishlik kerak. Qachondan? Juda ham kichkinaligidan. Masalan, o'tib ketyapti yo'ldan, ekilgan gullarni buzib o'tib ketyapti. Gapirishinglar kerak. Mumkin emas o'g'lim, bu gullar chiroyli turish uchun ekib qo'yilgan. Skameykalardan odamlar o'tiradigan joydan oyog'i bilan yurib ketyapti. Aytish kerak, o'g'lim, mumkin emas unaqa. Bu yerda insonlar o'tiradi toza kiyimi bilan, sen oyoq kiyiming bilan bosyapsan. Kichkinaligidanoq bu narsani o'rgatishinglar kerak. Bu narsaga sizlar e'tibor bermaysizlar, ko'p onalar e'tibor bermaydi. Negaki bu hali kichkina, bilmayapti, bilmay qolyapti. Yo'q, bola bilmagan taqdirda ham ota-ona o'rgatish kerak. Hech kim onasining qornidan aqlli, odobli, tarbiyali bo'lib tushmaydi. Ona asosan tarbiya beradi, ota ishda bo'ladi oila boqish uchun. O'shaning uchun ona juda ham ko'proq mas'ul bo'ladi farzandlarning tarbiyasiga va u kelajakda qanaqa inson bo'lishiga, jamiyatda tinchlik va farovonlikda onalarning farzandga bergan tarbiyasi juda ham muhim rol o'ynaydi o'sha narsada. Masalan, o'sha o'tib ketayotgandagi guli sindiryaptimi, daraxti shoxini sindiryaptimi, u bola o'zini yoshiga yarasha bezorilik qilayotgan bo'ladi hozir. U kattalarning bezoriligini hozir qila olmaydi, o'zini yoshiga yarasha bezorilik qilayotgan bo'ladi o'sha payt. Ana o'sha paytda qaytara olsanglar, inshaalloh keyin katta-katta bezoriliklarga, katta-katta jinoyatlarga hech qachon bola urinmaydi, chunki tarbiyasi u narsani qabul qilmaydi. Xullas, oyijonim, men psixolog emasman, motivator emasman, bir qanaqadir pedagog emasman, shunchaki hayotimda farzandlarimga qilgan usulimdan va o'shani effekti bo'layotganida men sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Bu narsani juda ham ko'p onalar tushunib, hamma onalar kerak bo'lsa bir jam bo'lib farzandlariga yaxshi tarbiya bera olishganida jamiyatda anchagina bezoriliklar, jinoyatlar, yomon ishlar ancha pasayadi. Bu aniq. Hozirgi aytgan gaplarimga qanchalik qo'shilasiz va qatlarida xato gaplar aytdim? Kommentariyada yozib qoldiringlar.